Assalomu alaykum, kelinglar kerak bo'lganlar haqida savollar bilan gaplashamiz. Un so'ng tuxum, so'ng chuqur qovurib, so'ng mozzarella, so'ng ketchup qo'yib yeb rohatlanamiz. Assalomu alaykum, kelinglar kerak bo'lganlar haqida savollar bilan gaplashamiz. Un so'ng tuxum, so'ng chuqur qovurib, so'ng mozzarella, so'ng ketchup qo'yib yeb rohatlanamiz. Qovurilgan avokado. 3, 2, 1. Kerak bo'lsa un, keyin tuxum, so'ng chuqur qovuring, keyin mozzarella, keyin ketchup qo'ying va yeng va rohatlaning. Un, keyin tuxum, keyin chuqur qovuring, so'ng mozzarella, keyin ketchup qo'ying va iste'mol qiling va rohatlaning. Un, keyin tuxum, keyin chuqur qovuring, so'ng mozzarella, keyin ketchup qo'ying va iste'mol qiling va rohatlaning. Keyin qorishguncha va keyinroq qorishguncha va keyinroq qorishguncha.